O'rtancha farzandimni boshqalariga qaraganda ko'proq yaxshi ko'raman. Bu to'g'rimi? Onalar 10 ta farzandi bo'lsa ham hammasini bir xil yaxshi ko'radi. Lekin onasini aytganini so'zsiz bajaradigan, onasiga itoat qiladigan, uni hamma gapiga labbay deb javob beradigan bolasini onalar ko'proq yaxshi ko'radi. Onasiga gap qaytaradigan, qaysarlik, o'jarlik qiladigan bolalarga nisbatan ham ozgina onani dili og'rib qolishi mumkin. Hadislarimizda, muqaddas o'sha kitoblarimizda onani qadri har doim ulug'langan va jannat onalar oyog'i ostidadir deb e'tirof etilgan. Onalar farzandlarini mehr berayotgan paytda biriga ko'proq, biriga kamroq bersa, psixologik nuqtai nazardan bolalar buni sezadi, bolalar juda ayyor bo'ladi. Keyin o'sha onasi qaysi bolasini yaxshi ko'rsa ko'proq, aynan o'shanga qitmirchilik qilib, unga g'alamislik qiladi yoki uni bir o'sha unga nisbatan bir yomonliklar qilishga harakat qilishadi. Shunday holatda nosog'lom raqobat muhiti paydo bo'ladi.